Men Yefimali Britaniya nomidan buyruq beraman. Iltimos o'zini yapon deb atagan hammani o'ldiring. Ulardan hech biri omon qolmasligi kerak. Telegramdagi animedia.tv taqdim etadi. Kod Geass Lelouch isyoni. Yefimi bizga xiyonat qildi. Barcha qo'shinlar marosim bo'layotgan joyga borsin. Britaniyaliklarni yo'q qiling. Yefimi bizni qanday qilib aldashga jur'at etdi? Harom umrlar. Tushunarli. Bu sizlarning haqiqiy maqsadinglar edi. Bu qora ritsarlar Britaniyani yo'q qiling. U qayerda? Yefi qayerda? To'xtinglar, sizlar bilan shug'ullanishga vaqtim yo'q. Oho, bu juda katta tartibsizlikka aylandi. Kechirib bo'lmaydi, hammaning orzu-umidlarini oyoq osti qildi. Yefimi. To'xta! Sen yaponsan. Qanday jur'at? Men malika Yefimali Britaniyaman. Tushunarli, demak o'sha qo'g'irchoq malika. O'shanda orolda sen ham bor eding. Ha, hamma uchun qasos olaman. Shoshma. Uni o'zimga qoldir. Sen shunchaki yaponsan. Nima qilamiz, Zero? Qo'lga olamizmi? Endi foydasi yo'q. Hammani o'ldiring. Men barcha yaponlarni yo'q qilaman. Nega? Shoshilishim kerak, shoshilishim. Bu shunaqamidi? Men seni ulardan biri deb o'ylagandim. Eshit, bitta narsani o'ylagandim. Nega Yaponiya maxsus zonasini birgalikda boshqarmaymiz? Yapon? Ha. Men buni qilishni xohlardim. Sen bilan birga. Yefi. Nega? Lelouch. Hayır, Yefi. Mening birinchi sevgim. Suzaku, nega endi? Hadron to'piga qarshi tura olaman. Lelouchni o'ldirishingga qo'ymayman. Suzaku, yo'limdan qoch! Sen!
Iltimos qilaman. Yefini qutqaring. Xalqim Dalton bilan bog'lana olmadinglarmi? U jarohat olgani haqida xabarlar bor edi, lekin gubernator Korneli Avalondan shoshilinch xabar keldi. Avalondan? Ularning gapiga ko'ra, Fuzzi tog'ini qora ritslar bosib olgan. Nima? Aftidan qora ritslar bizni ushlashga tayyor turishibdilar. Va yana Yefi xonim. Tenglikmi maxsus zona gaplaringlar nima bo'ldi? Hammamiz aldadinglar. Sizlarni kechirmayman. Hech qachon kechirmayman. To'g'ri, Britaniyani kechirmaymiz. Biz yaponmiz. Bu ajoyib, to'g'rimi? Marosimda ular filmga kerak bo'lgan narsalarni tashlab ketishgan. Buni tahrir qilib bo'lgach, butun dunyo ko'rish uchun internetga joylayman. Adolat kim tomonda ekanligini ko'rsatamiz. Senda Britaniyaga nisbatan 1 grammlik sodiqlik ham yo'q. Sodiqlik? Britaniya allaqachon yopiq kitob. Xo'sh, unga xizmat qilishdan nima foyda? Sen men o'ylaganimdan ham ajoyibsan. Xuddi shu gap sizga ham tegishli. Balki menga faqat ma'lumotlar kerak. Lekin sizlarni tashlab ketsam o'zimni yomon his qilaman. Va zero juda ham qiziq odam. Biz nihoyat uchrashdik. Bu qiz. To'g'ri, u Suzakuning qarindoshi edi. Zero, bundan buyon birgalikda nima qilishimizni, aksincha. Bundan buyon Kyoto oltiligi mening rahbarligim ostida bo'ladi. E'tirozlar qabul qilinmaydi. Agar yashashni xohlasangizlar, boshqa yo'lingiz yo'q. Malika Korneliga bu haqda biz ular bilan bog'lanamiz. U hukumat qarorgohiga qaytguncha tirik qoladimi? Balki yo'q. Biz shahzoda Shinezilga xabar beramiz. Uzr so'rayman. Suzaku, Yefi. Yefi, bir narsa so'ramoqchiman. Nega bunday buyruq berdingiz? Buyruq? Qanday buyruq? Eng muhimi, Suzaku, sen yaponsan, to'g'rimi? Ha. Yefi, yo'q. Kerak emas. Yo'q, men buni qila olmayman. Suzaku, nima? Marosim. Yaponiya zonasi. Nima bo'ldi? Yefi, esingizda yo'qmi? Yaponiya xalqi, Britaniya tomonidan zulmga uchragan barcha. Men buni kutgandim. Men doim Britaniya xudolarini soyadan tuzatdim. Ular qachondir o'zlari o'zgarishiga umid qilgandim. Biroq mening umidlarimga xiyonat qilishdilar. Qarg'in deb atalgan vahshiylik bilan. Hamma yaponlar hozir baxtlimi? Yefi meni kechirmaymiz. Jodugar, yolg'onchi. To'g'ri. Yefemiya Britaniyaning 200 ramzi. Mamlakat qurish niyati orqasidan harakat qilayotgan qotil. Men hammasini yaxshi qildimmi? Do'zaxga yo'qol, Yefemiya. Bizni aldading. Britaniyaga o'lim. Yefi, maxsus zona. Hammasi yaxshi. Hamma yaponlar bundan xursand. Xursandman. Men hozir shu yerda Britaniyaga mustaqilligimizni e'lon qilaman. Biroq bu avvalgi Yaponiya tiklanishini anglatmaydi. Men tarixni takrorlab, ahmoqona xatoga yo'l qo'ymayman. Biz butunlay yangi Yaponiyani quramiz. Uning bag'ri keng, irqiy o'tmishidan qat'iy nazar har kimni qabul qiladi. Kuchli kuchsizga zulm qilmaydigan mag'rur mamlakat. Va u Yaponiya birlashgan davlati bo'ladi. To'g'ri, aynan shu daqiqadan yangi mamlakat tug'iladi. Juda g'alati.
Negadir sening yuzingni ko'ra olmayapman. Maktabga borishni istayman. Chunki bir narsani tugatishim kerak. Yefi, hali ham borishingiz mumkin. To'g'ri, birgalikda Ashford akademiyasiga boramiz. Ularning talabalar kengashi juda qiziqarli va sen buni men uchun qil. Yo'q, Yefi, yo'q. Suzaku, sen bilan uchrashganimdan xursandman. Qanaqasiga? Fukushima hududi Byaku guruhi hozir Ibarakiga harakatlanadi. Tama hududi qurolsiz tinch aholi uchun barrikadalar qurishda davom etmoqda. Tokio qarorgohiga hujum qilmoqchimisan? Ha. Hozir bu uchun eng yaxshi vaqt. Hammasi yaxshimi? Giyas menga ishlamaydi va endi bu to'g'ri. Menimcha hamma bilan xayrlashish vaqti keldi. Giyasni boshqara olmayapman. Nanali. Akajon, haligi Yefi opam bilan gaplashmoqchi edim. Biz uchalamiz birgalikda maktab festivaliga borishimiz mumkin. Chunki avvalgi maktab festivali buzilgani uchun ular yana bitta festival qilishlarini aytishdi. Shuning uchun bunga birgalikda borishimiz mumkin deb o'yladim. Lekin kechirasiz, u bilan boshqa uchrasha olmaymiz degandingiz. Ammo o'yladimki, ehtimol agar ular bilan yana uchrasha olsam. Nanali, hali yangiliklarni ko'rmadingmi? Radio eshitish birdaniga uzilib qoldi. Biror narsa bo'ldimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Kechir. Ertaga ertalab qaytaman. Keyin buni gaplashib olamiz. Giyasni o'chira olmaslikdan tashqari boshqa o'zgarishlar bo'ldimi? Unchalik emas. Faqat Yefi Giyas bilan bergan buyrug'imga qarshi chiqmoqchi edi. Balki kuchim zaiflashgandir deb o'yladim. Ammo katta ehtimol bilan u bunday buyruqni qabul qila olmas edi. Bu butun tabiatga qarshi edi va yana hammasi shu. Balki shartnomamiz bor. Hech bo'lmaganda men oxirgacha sen bilan bo'laman. Ular harakatini boshladi. Internetda ma'lumotlar bir necha soat oldin paydo bo'lgan bo'lsa ham, hudud bo'ylab tartibsizliklar boshlandi. Eng katta qurolli guruh, qora rejissyorlar oddiy aholi bilan birgalikda Tokio qarorgohiga yo'l olishdilar. Boshqalar qo'shinlarni o'z mudofaasiga qo'ygan. Bizga hech qanday yordam kelmaydi. Faxriy britaniyaliklar hammasi dushmanga qo'shilishibdilar. Ularning soni 10 mingdan ortiq. Lord Guilford yo'q. Oliy hazratlari buyruqsiz harakat qila olmaymiz. Biroq general gubernator jangni to'xtatishni buyurgan va Yefima xonim o'z xonasiga qamalib olgan. General Dalton hali ham qayerdaligini bilmaymiz. To'yama guruhi, biz 23 kishimiz, sizga qo'shilamiz. Yaxshi, sizlarda qurollar bormi? Kyokodan ba'zi portlovchi moddalar oldik, ammo mashinalar kam. Sizlar bilan birga keta olamizmi? Faqat yuk poyezdi qoldi. Bo'ladimi? Yamanashi guruhi ham bizga qo'shildi. Samuraylardan omon qolganlar ham biz bilan bog'landi. Juda ham tez ko'payamiz. Umid qilamanki, talabalar kengashidan hamma qocha olgan. Yo'q, bu to'g'ri emas. Men juda baxtliman. Ha. Mehribonlik nimaligini ancha oldin unutgandim. Marianna. Qaniman-san, ishlaringiz yaxshimi? Siz Shizokada ishim bor degandingiz. Ha, hammasi yaxshi. Hoy, Chigusa, qaytganimda bir narsani gaplashmoqchiman.
Nima bo'ldi? Birinchi marta meni shunday ism bilan chaqirdingiz. Kechirasan. Bu g'alatimi? Unda emas. Unda sizni kutaman. Mana u britaniyalik qiz. Derazadan qarab turganini ko'rgandim. Josus, u josus. Qo'zg'olonchilar qo'shini yaqinlashgani sari gettoda tartibsizlik kuchaymoqda. Hurmatli fuqarolar, hukumat ogohlantirmaguncha uyingizlardan chiqmanglar. Hozirda bu joy ham jang maydoniga aylanadimi? Bunday emas. Gubernator Korneli qo'shinlari shu yerda. Hammasi yaxshi. Shunaqami? Bunday gaplarni aytma, bu qo'rqinchli. Nanali, Lelush xalqim uyga qaytmadimi? Lelush, nimadir bo'ldimi? Hech narsa. Uni avval Lulu deb chaqirar eding. Yarashib olsanglar bo'lardi. Lulu? Uni shunday chaqirarmidim? Hali ham o'yin o'ynayapsanmi? Lulu. Nina, maktab binosining qavatiga qayt. Qo'zg'olonchilar Tokioga yaqinlashmoqda. Bilaman, Zero keladi, to'g'rimi? Iltimos biroz kuting, Malika Yefemiya. Men siz uchun albatta qasos olaman. Yefi, men tushunmayapman. Nega bunday buyruq berding? Aytishimni xohlaysanmi? Bolakay, nega avvalondasan? Tanishganimdan xursandman, Kururugi Suzaku. Mening ismim Vivi. Vivi. Atsugi chegarasidan o'tishdilar. Mamlakatdan qo'shimcha kuch keladimi? Endi ular ulgurmaydilar. Unda hozir chekinishimiz. Vahimani bas qiling. Malika Korneliya. Men Glaston Knight'ni ogohlantirdim. Barcha qo'shinlarni Tokio shahrining chekkasiga joylashtiring. Biz qora ritsarlar va Zeroni yo'qilsa qo'zg'olon tugaydi. Hech bo'lmaganda Korneliyani o'ldirsak g'alaba qozonamiz. Barcha qo'shinlar belgilangan nuqtada harakat qilsin. Ditkart, oldingi chiziqda to'g'riga qoldi. Bu yerdagi mas'uliyatni senga qoldirdim. Tushundim. Sumeraki, Xudoga shukr, buni o'z vaqtida qildim. Jangga ketib, meni tashlab ketishingiz odobsizlik edi. Lekin debetingizdan beri sizning muxlisingizman. Nihoyat siz bilan gaplasha olaman deb o'ylagandim, lekin va siz ancha balandsiz. Lekin hammasi yaxshi, sizga yetib olaman. Kaguya xonim, 6 oila boshliqlari Fujida qolmadilarmi? Bo'lajak erimning jangini ko'rish uchun shu yerga keldim. Bo'lajak er? Jangda g'alaba qozonganingizdan keyin sizga xotin kerak bo'ladi, to'g'rimi? Agar siz yuzingizni ko'rsatmasangiz, buning o'rniga o'rningizni bosadigan odam kerak bo'ladi. Sizningcha bu jangda g'alaba qozonamizmi? Ha, chunki men g'alaba ma'budasiman. Bundan juda ham xursandman. Lekin afsuski, men allaqachon iblis bilan shartnoma tuzganman. Hozir men ma'budlar bilan bir yo'lda emasman deb o'ylayman. Shoshilinglar! Namunani davlatga yuborishimiz kerak. Bosim, ichki bosim juda ham kuchayib ketyapti. Nega hozir? Xayrli tong. Menga quloq sol, Britaniya. Mening ismim Zero. Hokimiyatdagilarga qarshi bo'lgan isyonchi. Yarim tungacha kutamiz. Shu vaqt ichida taslim bo'linglar. Bu oxirgi ogohlantirishim. Yarim tungacha mening armiyamga taslim bo'ling. General Dalton, iltimos bunday qilmang. Menga baribir. Malika bo'lgan joyga borishim kerak. Bu ma'nosiz harakat, Zero. Tokio shahari mustahkam qala sifatida qurilgan. Hali ham qaytishga kech emas. Bu faqat 11-hudud bilan tugamaydi. Butun dunyo va butun hayoting jang maydonida o'tadi. Bilaman. Lekin men Yefi, bo'lishi mumkin emas. Unga qo'ng'iroq qilmaganman. Yo, boshqa odam uning o'rniga qilyapti. Lelush, bu menman. Suzaku, nega hozir qo'ng'iroq qilyapsan?
Lelouch, hozir maktabdamisan? Yo'q, lekin tez orada qaytaman. Tushunarli. Qo'ng'iroq qilganim sababi hammaga aytmoqchi bo'lgan gapim bor. Hozir u nima? Osmonga qarashingni istayman. Lelouch, sen juda yomon ko'radigan va o'ldirmoqchi bo'lgan odaming bormi? Ha, bor. Ilgari bu fikrni noto'g'ri deb hisoblar edim. Agar jangda qoidalarga rioya qilmasam, shunchaki qotil bo'lib qolaman. Lekin hozir nafrat meni qamrab olyapti. Endi men bir kishini o'ldirish uchun jangga boryapman. Do'stlarim yashaydigan Tokio osmonida men qotilga aylanaman. Shu uchun bu yaxshi. Bu Yefi uchunmi? Men ham bir qarorga keldim. Endi ortga qaytmayman. Bu Nanali uchunmi? Ha. Hozir go'shakni qo'yaman. Rahmat, Lelouch. Bu shart emas. Axir biz do'stlarmiz-ku. Biz 7 yildan beri do'stmiz. Ha, xayr. Ha, ko'rishguncha. Nima? Suzaku, ancha oldin qo'limni qonga botirganman. Shu uchun meni o'ldirishga kelsang ham bu muhim emas. Faqat xursand bo'laman. Chunki biz do'stlarmiz. Ehtimol, o'sha kuni bitta narsani orzu qilgandirman. Hamma narsani yo'q qilish va yo'qotish. To'g'ri. Yaratishdan avval uni yo'q qilish kerak. Agar his-tuyg'ularim bunga to'sqinlik qilsa, ularni chetga surib tashlayman. To'g'ri. Faqat oldinga yo'l qoldi. Shu uchun Telegramdagi animedu.tv uchun o'zbek tiliga o'girildi ovoz berdi Sado, ya'ni Sardor. Tarjimon Hakugen, tayminda esa o'zim va Xomi esa Hans. Keyingi qismlarda uchrashib qolguncha hammaga xayr deb qolaman.ああ、そうだ。進むことだけが俺の食材。たとえ相手が世界最大の帝国であろうと、もはや俺に振り返るべき道はない。策は全て完成している。今こそ古きものを打破する時。